Salomatlik, yosh otishi, xavf. Bu so'zlar sizda ham ich-ichingizda nimanidir junbushga keltirmaydimi? Ertalabki kosangizda buglanib turgan suvli jo'xori oddiy ko'rinsa-da sizga sokin va'da beradi. Men seni quvvatlayman, yuragingni tinchlantiraman. Millionlab odamlar uchun bu nafaqat nonushta, balki sog'lom hayotga ishonch bilan boshlanishdir. Ammo tasavvur qiling, shu sadoqatli do'st, yillar davomida ishonch bilan yegan taomingiz aslida sizdan nimanidir yashirib kelayotgan bo'lsa-chi? Har kuni mehr bilan qoshiq solganingizda, u sizni sekin, lekin qat'iy zarracha kuchdan ayirib borayotgan bo'lsa-chi? 50 yoshdan oshgan aziz tomoshabinlar, e'tibor bering. Bugun biz suvli jo'xorining ikki qirrasini ochamiz, uning yorqin foydasi bilan bir qatorda yashirin soyasini ham. Qo'rquv sizni biroz titratishi mumkin, lekin aynan shu qiziqish sizni haqiqatga olib boradi. Chunki bu don ikki yuzli, biri hayotga umid baxsh etadi, ikkinchisi esa ogohlantiradi. Shunday ekan, chuqur nafas oling, do'stlarim. Keling, birgalikda shu qatlamlarni ochamiz, xuddi nevarangiz hayrat bilan, "Bobojon, bu kosada nima bor o'zi?" deb so'ragandek. Suvli jo'xori oddiy taom emas, bu asrlar davomida oyib yozilgan meros. Qadimgi Shotlandiyani tasavvur qiling. Qo'pol dehqonlar ochiq olovda suvli donalarni qovurishardi, tutunli hidi tumanga aralashib ketardi. O'rta asr Yevropasida u charchaganlarning noni, qattiq qishlarda odamlarni tirik saqlagan kuchi edi. Asrda hatto qirolicha Viktoriya suvli jo'xori vodkasini yaxshi ko'rardi, shifokorlari uzoq umr kaliti deb atashardi. Bugun ham dietologlar uni olqishlaydi, lekin ich-ichidan shubha shivirlari eshitiladi. Suvli jo'xori haqiqatan ham nonushta qahramonimi yoki unda qorong'u tomoni bormi? Keling, avval qorong'u tomoniga jasorat bilan qadam qo'yamiz, chunki faqat qo'rqinchli narsani ko'ziga tik qarab, yorug'likni to'la qolga kiritish mumkin. Gluten sezuvchanligi yoki seliakiya kasalligi borlar uchun suvli jo'xori qo'y terisidagi bori bo'lishi mumkin. Oddiy suvli jo'xori, hatto toza deb yozilgani ham, gluten izlarini o'zida saqlashi mumkin. Bu ichak devorni yemiruvchi, ozuqa moddalarni o'girlaydigan, shish, charchoq va surunkali og'riq keltiruvchi yashirin xanjardir. 50 yoshdan oshganda ichak, hayotiy kuchingizning kaliti, kosadagi xoinni sezmasdan yeb qo'ymang. Keyin fitatlar bor, suvli donasining o'zida to'qilgan ayyor og'riqlar. Ular kalsiy, temir, magniyni bo'glab, suyaklaringiz va qoningizga yetishiga yo'l qo'ymaydi. Keksalikda suyaklaringiz yoshlikdagi qala emas, har bir mineral oltindan qimmat. Ortiqcha iste'mol yana bir tuzoq. Kuniga 50-70 gram foyda, undan ortiq xiyonat. Tolalar haddan tashqari ko'payib, gaz, og'irlik, ich qotish keltiradi. Kim ertalab shar kabi shishib yurishni xohlaydi, to'g'rimi? Kamdan-kam hollarda suvli oqsillari allergiya uyg'otadi, teri qichishadi, nafas qisadi. Podagra borlar diqqat. Suvli jo'xori purinlarga boy, siydik kislotasini ko'tarib, bogimlaringizni yondirishi mumkin. Tarixdan ogohlantirishlar bor. Asrda vikinglar uzoq sayohatlarda suvli jo'xori olib yurishardi. Bir marta namlik tufayli donlarda qo'ziqorin paydo bo'ldi. Ekipaj kuch o'rniga zaharlandi, qaltirab, aqli chalkashib qoldi. Zamonaviy ishlab chiqarish bunday xavfni deyarli yo'q qildi, lekin dars qoldi. Suvli jo'xori hurmat talab qiladi. Asr Irlandiyasida bir qishloqda yomg'ir namlagan hosil zaharlangan edi. Odamlar qaltirab, tushlarda kabus ko'rib kasal bo'lishdi. Bugun omborlarimiz toza, lekin ehtiyot hech qachon ortiqcha emas. Glyutensiz deb sertifikatlangan suvli jo'xori tanlang. Kecha oldindan suvda hollang, fitatlar zaiflashadi, minerallar ochiladi. Me'yor bilan yeying, o'lchov hamma narsaning kaliti. Endi keling, suvli jo'xori nurlari ostida yuvinamiz, chunki bu don keksalar uchun haqiqiy najot yo'lidir. Beta-glyukanlar xolesterinni 5-7 pasaytiradi, yuragingizni himoya qiladi. Tadqiqotlar aniq, har kuni suvli jo'xori yeganlar yurak xastaligi xavfini kamaytiradi. Qand darajasini barqaror saqlaydi, diabet bilan kurashayotganlar uchun xuddi yozgi sokin ko'l kabi. Tolalar ichakni supurib, ich qotishini yo'q qiladi, tanani yengil qiladi. Magniy va fosfor suyaklarni mustahkamlaydi, B vitaminlari esa ertalabki energiyani portlatadi. Bir kosa suvli jo'xori va siz nevaralaringiz bilan raqsga tushasiz, tayoqsiz. Qiziq bir rivoyat, asr Fransiyasida kasalxonalarda suvli jo'xori vodkasi hayotiy kuch qaytaruvchi tonik sifatida berilardi, zaif bemorlarni oyoqqa turgizish uchun. Zamonaviy ilm ham bosh irgaydi.
tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, suli ichakdagi do'st bakteriyalarni oziqlantirib, butun organizmni himoya qiladi. Suli jo'xori oddiy taom emas, bu har bir qoshiqda yoshlik chaqnagan va'da. U ruhni ham istadi, issiq ertalaklar, uzoq ketgan yaqinlar bilan o'tkazilgan o'sha sokin lahzalarni eslatadi. Bir soniya to'xtang, aziz do'stim. Siz birinchi marta suli jo'xori botqasini qachon tatib ko'rgansiz? Bu buvingizning retsepti edimi? Bolaligingizdagi shirin xotirami? O'sha iliqlik sizni yo'lga boshlasa, lekin hammaga ham uning quchog'i mos kelavermaydi. Divertikulit yoki yarali kolit borlar uchun tolalar qumdek jarohatni bezovta qilishi mumkin. Podagra bilan og'riganlar ehtiyot bo'lsin, purinlar og'riqni alanga qilib yuboradi. Kichikdan boshlang, tanangizni tinglang, surunkali kasalliklaringiz bo'lsa shifokorga murojaat qiling. Asrning bir hikoyasi, Ikkinchi jahon urushi paytida Britaniya askarlari va tinch aholi suli jo'xori bilan kun kechirardi. Lekin ichagi sezgir bo'lganlar qiynalardi, hatto qahramon taomi ham ehtiyotkorlikni talab qilishini o'rgandi. Suli jo'xori tanlash bu san'at. Toliq donli sulini oling, u sekin pishadi, lekin ozuqa bilan to'la, xuddi Dono oqsoqolning hikoyasidek. Tez pishadiganlari vaqtni tejaydi, lekin to'lani qurbon qiladi. Gluten sezuvchanlar uchun glutensiz sertifikatli bo'lishi shart, yorliqni diqqat bilan o'qing. Shirin tayyor aralashmalardan qoching, ular suli terisidagi bori kimyoga to'la. Suvda yoki sutda pishiring, bir qoshiq asal yoki meva qo'shib shirin qiling. Haddan oshirsangiz, nevaralar bobojon, bu desertku deb oshxonani bosib olishadi, kichik qaroqchidek. Saqlash ham muhim. Namlikdan uzoq, havo o'tmaydigan idishda tursin. Qadimgi xitoyliklar sulini loy idishlarda saqlab, kuchini asrashardi. Bugun oddiy banka yetarli. Kecha oldindan hollab qo'ying, ertalab kremday mazali bo'ladi. Bir chimdim dolchin qo'shsangiz bas. Kim qaymoqdek yumshoqni yaxshi ko'radi, kim qalinroqni, o'zingizning uslubingizni toping, ertalablar sizniki bo'lsin. Suli jo'xori, bu bosh varaq ijod qiling. Banan va kokos solib, tropik orolga sayohat qiling. Dolchin va zanjabil qo'shib, sharq bozorlarining hidini his eting. Kakao va yong'oq bilan, Parij shirinliklarday shokolad orzusi. Qadimgi ruslar sulini baliq bilan yeyishardi. Buni o'tkazamiz, lekin sarguzasht ruhini saqlaylik. Tuzli variantini sinab ko'ring, koketlar, avokado bilan, zamonaviy va hayratlanarli. Hindistonda suli upma sabzavot va ziravorlar bilan nonushta qiroli suli jo'xori chegarani bilmaydi. Suli jo'xori hikoyasi dunyoni aylanib chiqadi. Shotlandiyada vodkaga bagishlangan festivallar bor, dudu chalganda shoirlar donni ulug'laydi. Meksikada issiq atole suli ichimligi avlodlar davomida ruhni istadi. Yaponiyada suli choyi tinchlik beradi, zen sodda. Siz qanday qilib suli jo'xorini yangilagan bo'lardingiz? Izohlarda yozing, bir-birimizga ilhom beraylik. Asr Amerikasida Quaker Oat sulini salomatlik mo'jizasi deb reklama qilardi. Ular yolg'on aytmagan, faqat shirin aralashmalari haqiqatni bulg'agan edi. Bugun biz tozalikni tanlaymiz. Suli jo'xori xazina, lekin hurmat talab qiladi. Surunkali kasalliklaringiz bo'lsa shifokor bilan maslahatlashing. Tolalar oson otishi uchun ko'proq suv iching. Kichik porsiyadan boshlang, tanangiz yo'l ko'rsatadi. Asrda kasalxonalarda suli umrni uzaytiradi deb berishardi. Bugun u sizning oshxonangizdagi sovg'a, gullab yashnashingiz uchun imkoniyat. Aziz keksalar, suli jo'xori do'st bo'lsin, dushman emas. Oqilona yeying, nevaralaringiz bobojon, siz to'xtatib bo'lmaydi, deb hayratda qolsin. Bu donni quchoqlang, hayotiy kuch hukm sursin. Oxirgi iltimos, agar bu suli jo'xori sayohati sizda bir fikr uyg'otgan bo'lsa, yuragingizga tegdi yoki yangi retseptga ilhom berdimi, videoni do'stlaringiz, yaqinlaringiz, salomatlik haqida gapirishni yaxshi ko'radigan qo'shningiz bilan ulashing. Bitta ulashish birovning sog'liq yo'lini yoritishi mumkin. Izohda oz suli hikoyangizni, sevimli usulingizni yoki keyingi mavzuga savolingizni yozing. Sizning ovozingiz muhim, birga bu jamoani jonli saqlaylik. Keyingi uchrashuvgacha quvnoq, qiziqarli va hayotning oddiy ne'matlaridan lazzatlanib yuring.